Allah sözünün etmologiyası. Abdori Doktor Abdullasi Eşhari. Kişilerde Allah faqat Arablarning ilahi yoki Allah faqat islom dunyosiga tava iloh deydigan xato bir ko'z qarash bor. Lekin biz tarqalishchanligi keng bo'lgan Kolnis inglizcha lug'atiga qaraydigan bo'lsak, Allah islomdagi ilohning nomi deb tushuntirganligini bayqaymiz. Thorndike Barnhart lug'atidami mushuninga o'xshaydigan shaklda Xudoning yoki eng buyuk ilohning musulmoncha nomidir deb aniqlama bergan. Biz ko'rib turibdimizki, bularda mayli yoshirun yoki oshkor shaklda bo'lsin, arabning ilohi deyilmagan. Professor Francis E. Peter 1927-yili aniq qilib, Xudoning arabcha ismi bo'lgan Allah, Ibrohim, Musa va Isolarga o'rtaq bo'lgan Xudoning nomidir deydi. Gilbert Wright 1857-yildan 1927-yilgacha yashagan. Mundaq deydi: Islom dinidagi iloh bir qabilaning xudosi bo'lmasdan, balki butun olamning va yaralmishning xudosidir. U faqat Ibrohim yoki Isroillarning xudosi bo'lib qolmasdan, balki butun insoniyatning xudosidir. Xato tushunishlarni Musa va Isolarning tili bo'lgan ibroniy va armaniy tillardagi Allah degan so'zning etmologiyasini izlash orqali o'ngshashga bo'ladi. Armancha, ibroniycha va arabcha tuqqan tillar bo'lib, uchilisi Semit til guruhiga kirdi. Bu uch til bir-biriga nihoyat yaqin tillar bo'lib, bularni bir tilning uch dialektiki desa, texmi muvofiq bo'ladi. Arabchadagi Allah, ibroniychada Iloha, armanchada Allaha deyiladi. Kichikkina farqni hisoblamaganda, bu uch tilda Allah so'zi o'xshash so'z tomiridan yasalgandir. Harvard universitetini tamamlagan, ilgari Methodist cherkoviga pop bo'lgan doktor Gerald Derkis, Allah so'zi faqat Qur'onga emas, Injil an'anasiga uyg'un keladi deydi. Etmologiya nuqtasidan qaraganda arabcha va armancha o'xshash tildir. Bu ikki til bilan ibroniychaning munosabati nihoyat qo'yiqdir. Ular ayrim til bo'lmasdan, balki o'zaro tushungili bo'ladigan dialektlardir. Agar bir tarafning so'zlagan tilini yana bir taraf tushuna olsa, buni tilshunoslikda tushungili bo'ladigan dialektlar deb ataydi. Uningdan boshqa arabcha, ibroniycha va armanchadan iborat bu uch dialektning orasidagi oraliq nihoyat tordir. Tilshunoslikdagi oraliq atalg'isi ikkidan ortiq o'xshaydigan dialektlarga tava rayonlarning jo'grafiyalik chegaralariga qartilgandir. Yuzlagan so'zlar va til shakllari bu uch dialektning o'xshashligining guvohchilaridir. Gerçi biz ularni o'xshamagan uch xil til deb qarsaqmi, lekin biz ularning tuqqan til ekanligini qabul qilishga majburmiz. Agar ikki yoki uningdan ko'p tillar o'xshash manbadan taralgan bo'lsa, biz ularni tuqqan tillar deb ataymiz. Shivitchidan Abdushukur Muhammad tarjima qilgan.